3 million atrofida skidkasi bor. 26-yil yangi fason yaqinlar. 12 ta darvozani xalqimiz uchun aksiya narxda chiqarib beramiz aka. 3,5 million so'm arzoniga yaqinlar taroq fason ulgurib olinglar. Byudjetli darvoza kutayotganlarga sizlar uchun 5 million 250 ming so'm. 1 million so'mdan 2 qavatli. 2 qavatli. O'zbekistonda bitta deposi ham bo'laveradi bu fasonda. Assalomu alaykum, Barakat uz obunachilari, yaqinlar, qadrdonlar, omonmisizlar, tanajoninglar sog'mi. Bugun video roligimiz darvozani vatani Namangandan bo'ladi. Bilasizlar, Jidakapa qishlog'ida, xudo xolasa sizlar uchun qiziqarli video beraman. Videoning qiziqligi shundaki, hamma darvozani inshaalloh chegirmay qo'yib beramiz turibdilar. Assalomu alaykum Akramjon aka, omonmisiz? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Kayfiyat yaxshimi aka? Rahmatulloh shukr. Yaxshi aka, 5 darvozani hozir chegirmay qo'yamiz aka. Xudo xolasa aka, 12 ta darvozani xalqimiz uchun aksiya narxda chiqarib beramiz aka. 12 ta darvoza qo'yganmiz aka, realni bor narsa. Hammasi nalichida yaqinlar 12 ta darvoza bor. Akramjon akami videodan oldin gaplarni sizlarga aytib o'taman. Xudo xolasa mashina hammasi chegirmaga qo'yilyapti. Aldovi yo'q, boshqasi yo'q aka. Yo'q aka, haqiqatan bor darvozalar, yangi darvozalar bir joyga borib o'rnab kelmagan, hammasi yangi. Qo'pol qilayotganda qiz bola. Qiz bola hammasi aka. Bir boshdan boshlaymiz yaqinlar. Xudo xolasa mana bu tomonda taroq fasondan boshlasak aka. Xudo xolasa 2026-yil fasonlar ham bor ekan. Xudo xolasa yangiliklar bor ekan. Mana. Xo'p, taroq fasondagi darvozamiz Lis 1.8 plyusovый 2 qavat chumkali holatda, yondor 10 go, 2lik stenka, dagi 10lik shivilar, 6 ga tur, 1.7 stenka. Abzatni hamma darvozalarimizga gruntlovka sachib, va kraskachamiz. Xohlasa matli, xohlasa glansli lak sachib beramiz. Inshaalloh. Xo'p, bu darvozamiz razmeri eniga 3.5, balandligi 3.5 metr. Zakasga 1 million 300 ming so'mdan aksiya qilib 1 million so'mdan olib borib o'rnatib beramiz aka. Zakasga bo'lgan bo'lsa 1 million 300 ming so'mdan chiqadi. Aksiya narxida shu tayyor darvozamizni 1 million so'mdan chiroyli qilib olib 1 million so'mdan joyiga qo'yib beriladi. Hozir har kvadratdan 300 mingdan bo'lsa, necha kvadrat aka bu? Xo'p, shu 12 kvadrat oshxo'roq, 12 kvadrat oshxo'roq taxminan shu 3,5 million so'm atrofida chegirma bor ekan. 3,5 million so'm arzoniga yaqinlar taroq fason ulgurib olinglar sizlarni. Faqat telefonni olib tirs telefon qilish qolgan xolos. Albatta, bitta gapni aytib ketay. Yo'qdimi? Telefon qilinglar, bron qilib qo'yinglar. Menga kelib pul tashlagani hisobda telefon qilib, menga o'tdi emas, menga kelib turib, misol 100 ming so'm bo'lsa ham zakilat tashlab bersa, ochirtma-ochirt olib borib o'rnatib beriladi. O'tgan safar skidka qilganimizda Akramjon akamda shunday narsa bo'lgan ekan, shuning uchun videoda boshida ham aytmoqchi bo'ldimmi? Hamma darvozalar nalichida sotish uchun qo'yilyapti. Siz misol uchun darvoza maniki bo'ldi deyishingiz o'zi yetmaydi. Misol uchun 200 ming, 300 ming aka, zakilat men falon kuni boraman degan narsani aytib bersa, xudo xolasa darvoza ularga o'tadi. Undan keyingi darvozamiz yangilik fason. Yangilik fason bu ham o'sha haytekda sal boshqacharoq varianti. Nikolaska sal o'xshatib ketadigan bir xillik emas, haytekdan sal boshqacharoq qilib yasalgan. Xo'p, bu ham hop, eni 3.40, balandligi 3,5 metrli ponni ochiladi. Yondor 10 go, 2lik stenka, tagi 10lik shivilar, lislar 1.8, 6 ga bu 6 ga turmasi, 8 ga turdi, o'sha 1,5 stenkasida ponni korobka holatda ishlangan ekan. Faqat bir joyda, faqat mash joyda buruch xolos. Chunki ko'rinishi mana shunaqa holatda buruchdan chiqadi xolosda. O'shani hisobiga buruch bermaydi u ko'rinishda. Yo'q, orqa tomonda shumka qilib, orqa tomonda o'sha tekis holatda shumkali variant bu ham. O'sha 2 qavatli xudo xolasa chiroyli variantda o'ziga yarasha nirjilikalar, tepasida lazerlar o'ziga juda chiroyli holatda yasalgan. Razmerni aytdik. Xo'p, общий summasi 11 million 900 ming so'm olib borib o'rnatib beramiz aka. 11 million 900 ming so'mga. Skidka qilmagan narximizda necha pul bo'lardimi? Xo'p, skidka qilmagan bo'lsak, hop, hozir kunda 1 million so'mdan bo'ladi kvadrati, zakazga bo'ladigan bo'lsa, bu ham o'sha 1 million 250 ming so'mdan 250 ming so'm. Bunda ham demak 3 million atrofida shunaqa. 3 million atrofida skidkasi bor. 26-yil yangi fason yaqinlar. Shu yangi yilga birinchi aksiyamiz xudo xolasa, qo'ldan kelgancha shuncha darvozani chiqazdik. Bor narsa aka, xudo xolasa yo'qsa zakaz berishaveramiz, yo'qsa chiroyli qilib ishlarni bitirib olib berilaveradi. Mana misol, mana ham yangilik yaqinlar, misol ruchkalarini ko'rib, boshqacha bejirim qilib ishlangan. Shu soqqali o'tgan safar ham qo'yganmiz, juda talash bo'lgan aka. Ko'p kishi telefon qildi, rosa ulgura olmay qolib, biz rasmini to'g'ri kelar ekan. Ko'rinishi ham jabashgan emas. Xullas o'tib ketgan odamni o'ziga jalb qiladigan darvoza. Rangi o'ta chiroyli holatda qilingan. O'ziga yarasha qo'llari, xo'p, materiali, xo'p, 8.8 2 stenka, tagi 8 shvillar, lislar 1.8 2 qavatli variantda
Aha. Profillar ham shu 6.4 1.5 stenka. Bu darvozamizga bitta yo'nalish qilingan. Hop, Hammer kraska bilan Devo kraskani aralashtirib, xuddi shu rang chiqazamiz aka. O'tgan safar ham xuddi shunaqa rang edi. Rangi juda ham boshqa. Rangi lekin o'ta telefonda qanaqa kunlar bilmayman, lekin real holatda odamni o'ziga haqiqatan jalb qiladi. Juda ham chiroyli. Xo'p, buni puli qanchaga aylanadi aka? Xo'p, bu ham o'sha summasi 1.300.000 so'mdan chiqadi. Aksiya narxida 13.600.000 so'm bor o'rnat beradi. Har bitta darvozaga Zuber zambo qo'yib beriladi omalar. Zuber zamoylar qo'yib berilinadi. Mana misol, mana shu darvozaga kichkina eshigiga shu 3 million chegirma bor bunga ham. Eniga 390, balandligi 3.5 metr. Tepasi ham archa shakllar lazerlar qilib berilgan. Chiroyli holatda. Shunaqa. Razmerlariga e'tiborli bo'lib turasizlar. 390 ga 3.5 aka. Ha, shunday. Agar joylaringga tushsa, sizlar skidkadan bemalol foydalanib olasizlar. Xudo xolasa. Xo'p, keyingi darvozamiz bu ham o'sha Haytekda bir yo'nalish. Haytekda ham o'sha yo'nalishlar ko'payib ketdi. Hozirroq o'zgartirish qilish maqsadida odatda bu joy qora bo'lardi. Hozir shu butaq shaklda bir o'zgacharoq yo'nalishlar qilindi. Mebelni qilib, chiroyli qilib, yangi o'ziga yarasha qo'llariga ham shunaqa butaqdan qilib, mebelni svet qilib, chiroyli qilingan buni ham o'sha. Kimga hamma dedi har xil, kimga bolalar, kimdirga albatta shaydosir deganda. Shunaqa misol biz ham shu uchun videoni ko'rsatyapmiz. Xo'p, eni 3.5 metr, balandligi 3.20. Ponni ochiladi, kichkina eshigi shu joyda bo'ladi. Mana shu joyda, prosta orqasidan narsa qo'yib, qadab qo'yilgan. Ponni ochiladigan. Lislar o'sha 1.8, buniki ham o'sha 2 qavatli, shumkali holatda yasalgan. Material 10.5, 2.15, 2 lik stenka, tagi Alloh shivillar. Shu lislari ham, profillar ham hamma narsasi podzakas chiroyli holatda grunt to'pkilarni sachib, garantiya holatda chiqadi. Kafolat qilib berilinadi. Buni ham o'sha summasi 1.250.000 so'mdan chiqadi zakazga. Agar rasmiy to'g'ri kelib oladigan bo'lsa, kvadrat metrini 980.000 so'mdan beramiz. 980.000 so'mdan. 1 million emas, yaqinda 980.000 emas. 980.000 so'm, option summasi 10.900.000 so'mga Xudo xolasa chiroyli olib borib o'rnatib beriladi. 10.900.000 so'mga yaqinda. Ko'rishdan yoqtirsa, arziydi. ishlarni bitirib beramiz. Foydalanib olinglar yaqinlari. Doim aytaman. Keyingi darvozamiz bu ham o'sha taraf bo'lsa, uni rangi boshqacharoq, buni rangi boshqacharoq, razmeri bir xil ikkalasi. Buni ham o'sha eni 390, balandligi 3.5 metrli. Yondor 8.8 2 stenka, tagi 8 shivili, lislar 1.8 pilisoy, profillar 6.4 1.5 stenka, 1.7 stenkadan bo'lgan. Shu buni ham eshigi alohida o'ng tomonda bo'lgan, uniki bilan bir xil holatda. Buni ro'shkasi boshqacharoq, rangi boshqacharoq. Tanlov bor, yo unisini yo bunisini summasi bir xil chiqadi. Buni summasi ham bir xil chiqadi, fasoni ham boshqacharoq. Buniki kubik shaklda bo'lsa, uniki archa shaklda farqi bor. Lazerlari ham sal farqi bor xolos. Xo'p, narx qanchaga aylanadi mana shu darvozamiz aka? Opshu summasi 13.600.000 so'm bor, undan beramiz. Razmerga chaqishadigan bo'lsa, kvadrat metri 1 million so'mdan to'g'ri kelib qoladi. Bu ham 1 million so'mdan sal summasi o'sha 950.000 so'mdan qo'ydi adashmasam. Sababi hozir to'g'ri shunish kerak, qish gaz yo'q, mashinalar benzinda. O'shaning hisobiga 50.000 so'm ko'tarilib qoldi. To'g'ri shunish kerak. Benzinda borgani ko'p rasxod ketadi. O'shaning hisobiga to'g'ri shunishadi degan umiddaman, lekin shunda ham narxi yomon emas. Yo, misol zakaz berishadigan bo'lsam, hozir 1.300.000 so'mdan katta summa, 3.5 million so'm, 3.5 million so'mdan qimmat bo'lib ketadi to'g'risiga. Shunaqa. To'g'risini aytish kerak. Yozgi kunda bunaqa narxni topolmay, agar joylar tayyor bo'lmasa ham, olib borib bron qilib qo'ysalar, bir joyga qo'yib qo'ysalar, joyim tayyor bo'ldi deganlardan tashlab kelinsa, pulini bersa, qachon joylar tayyor bo'lsa, borib o'rnatib ham beraveramiz. U xizmatlar ham bor ekan. Bron qilib o'zingiznikini qilib olsangiz. Ulgurib oldilar, olib borib tashlab keldik. Aka, joyim tayyor bo'ldi, o'rnatib bering deydigan bo'lsa, o'rnatib beraveramiz. Unisiga ham yuriladi. Foydalanib qolsa, skidkadan foydalanib qoling. video bo'ladi degan umiddaman akaman. Albatta, yaqinlar kommentariyada qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlarga skidkalarni ulashayotgan shunaqa usta akalarimiz. Xo'p, keyingi fasonimiz qanaqa edi bu? Keyingi fasonimiz ham o'sha turist fason, o'ta skromniy variant. Jiddiylik xohlagan akalarimizga ham bu darvozani o'tgan safar chiqqanimizga ham bu ham talamas bo'ldi, juda ko'p. Rasmiy to'g'ri keladi, standart rasmiy. O'ziga yarashgan qo'llar mikrospal bo'lgan, bular o'sha qora jentran kraskasidan xudo xolasa sachib, bejirim holatda qilingan. O'tgan safar maylarga nirjavika yopishtirilgan, nirjavika variant qilinmadi. O'sha joylar o'ziga qora qilib, chiroyli holatda skromniyroq chiqqan bu ham. Albatta aka. Bu o'zi pashta tepasi lazidan tashqari ponni 100% shumkali holatda. 100% shumka bo'lgan, chunki 2 qavat mana shu joylari ham ponni shumka yaqinlar.
Materialni tanishtirsak, xo'p, korobka qismi 8-8, Aha. ikkilik stenka tagi 8 shivler. Misol u darvozaga 6 ko'tar ishlatgan bo'lsak, ichki Aha. quruqligi. Bunga 10 ga 5 ishladik. 10 ga 5. Bu darvozamiz 10 ga 5 kesak ishlatganmiz. Bu kesakni shunchaki bu darvozamiz ichki profiliga shaxmatini o'ziga ishlatib olgan. Chunki bu darvozani fasoni shunaqa, shiroki ko'rinishi kerak. O'shaning hisobiga 10 ga 5 dan foydalanadi. Bunday korobka ichki qismi 10 ga 5 da o'sha 1.5 stenka, lislar 1.8, old orqa tomon ponni tekis holat hammasiniki. Chiroyli chiqqan. Xo'p, narxi qanchaga aylanadi? Hop, eni 3.90 balandligi 3.5 metr. Bu darvozamiz ham o'sha 13 million 600 ming so'mga agar zakaz berishadigan bo'lsa, hop, 1 million 250 ming so'mdan 1.5 million so'mgacha chiqadi kvadratda. Old orqa. Hozir qanchaga aylanyapti endi 1 kvadrati? Kvadrat 1 million so'mdan qo'yib beramiz. 1 million so'mdan qo'yib beriladi. Aytaylik, misol uchun 12 kvadrat bo'lganda ham 3 million 600 ming so'm. Mash fasonga ham sizlarga ga bo'y yaqinlar. Foydalanib qolinglar yaqinlar. Men gapiradigan gapim shu. To'g'risi mana misol uchun hammasi yangi darvozalar. Yangi hammasi yangi ekan, boshqa bo'lgan darvozalar biz. Xo'p, keyingi aytek Istanbulga variant. Xo'p, eni 3 metr, balandligi 3.5 metr, 8 ga 6 2 bas. 1.5 stenka, tagi 8 shivler, lislar o'sha 1.2 lik, ponna 1.2 varianti, 6 ga o'tirilgan o'sha 1.3 variantlar. Xo'p, bitta narsani sunishsa, xo'p, zakazga bo'ladigan bo'lsa 600 ming so'mdan chiqadi. Aksiya narxida 5 million so'mdan olib borib o'rnatib beradi. Nirjevika, qora Nirjevika o'zgarishdan qo'llari. Bunga ham hammasiga qimmat darvozaga ham, arzon darvozaga ham hammasiga Zubir zamoy. Zubir zamoy qo'yiladi. Original o'sha sifat birinchi o'rinda qo'yadigan zamoy, Zubir zamoy o'rnatib beriladi. Yaqinlar hisobga olasizlar. 500 ming so'mdan ha bu. 500 ming so'mdan 5 million 200 ming so'm bo'ladi. Endi 3 metr, balandligi 3.5 metr, kichkina eshigi o'rtada. Mana misol uchun byudjetli darvoza kutayotganlarga sizlar uchun 5 million 250 ming so'mga, xudo xolasa, darvozamiz. Undan keyingisi Ariya fason deymiz. Keyingisi oldinga chiqqan razmer to'g'risi birovga to'g'ri kelmadi. Xo'p, yana ham qulay narxda chiqazib beramiz bu darvozamiz. Xo'p, eniga 360, balandligi 3.5 metrli, tonni full variantda qilingan. Agar kimga qiziq bo'lsa, xo'p 1 milliondan qo'yapmizmi bu darvozani? Bu kvadratini 1 million so'mdan olib borib o'rnatib beramiz. Ana ko'rishdan keyin. 1 million so'm. 1 million so'mdan 2 qavatli. 2 qavatli. O'zbekistonda bitta deb qo'ysa ham bo'laveradi bu fasonda. Shunaqa chunki joylar gipkadan chiqib, rayonda kesilgan gipkadan chiqib, har yoq qilib qo'yilgan. Rangi ham o'sha orada moda bo'lib litoks rangidan bo'lgan. Eng fulloviy komplektatsiyadagi darvoza yaqinlar. Foydalanib olinglar. Umumiy summasi qanchaga aylanadi? Umumiy summasi 10 million so'm bo'lar ekan. 10 million so'm. 10 million so'mga o'ta full variantda. Mana sizlar yaqinlar. Undan keyingisi bizda qanaqa edi? Keyingisi pechat. Aha. Razmer kattaroq chiqazgan. Biz ham razmer katta, lekin budjetroq variantda chiqazgan deyishdi mana. Eniga 4 metr, balandligi 3.5 metr, kichkina eshigi alohida bo'lgan. 8 ga 6 1.5 stenka, 8 shivler, hammasi darvozaning tagi shivler bo'ladi. 6 ga 1.3, lislar o'sha 1.3 variantda bo'lgan. Buni ham kvadrati 500 ming so'mdan beramiz. Общий summasi 7 million so'mga bor, undan beramiz. Kattaroq darvozani byudjetisi kvadrati 500 ming so'mdan bu ham 7 million qancha bo'ladi? 7 million so'm bo'ladi. 7 millionni o'ziga olib borib o'rnatib beradilar. Masalan, menga byudjetnisi kerak. Eniga 4 metr darvoza. Ha, eniga 4 metr, balandligi 3.5 metr. 4 metr. 14 kvadrat bo'ladi, hisoblasa 7 million so'm bo'ladi. 7 million so'mga aylanadi sizlarga. Keyingi darvozamiz ham o'sha Haytey bilan Dubay pechat aralashtirib gibrid qilingan. Endi 320, balandligi ham 320. Bu ham standart razmer. Bu ham talash bo'ldi, ko'p kishi telefon qilganda ulgura olmay qolishdi. Buni ham shu summasi 500 ming so'mdan qo'yib, har bitta darvoza pechatlar hammasi kvadrat 500 ming so'mdan qo'yiladi. Zakazga 600 ming so'm chiqadi ama o'shani hisobga. Zakaz bersan 600 ming so'm. Agar 320 ga 320 sizlar joyinglar bo'ladigan bo'lsa, 500 ming so'mda yaqinlar olsanglar bo'ladi. Akam aytganlaridek joylaring tayyor bo'lmasa, yozda ham ustanovka qilib berishaveradi. Qilib beraveramiz aka. Unisidan muammo yo'q. Summasi 5 million 100 ming so'm olib borib o'rnatib beramiz aka. 5 million 100 ming so'mga byudjetli variant xohlaganlar, gazini bosinglar. Ammo ko'rinishi ham joy yomon emas. Ko'rinishi bejirilib chiqqan darvoza ham lazer, gibrid variantda pashda aka. Mana yaqinlar. Keyingi darvozamiz ham o'sha sal boshqacharoq. Bu haqiqiy gibrid desa bo'laveradi pechatda. Chunki tepasida lazer kamdan kam inson qiladi. Xo'p, razmer eni 340, balandligi 3.5 metrli. Buni ham summasi 500 ming so'mdan olib borib o'rnatib beraman. Общий summasi
5 million 900 ming so'mga olib borib o'rnatib beramiz aka. 5 million 900 ming so'm. Yo'q, taylari. Ko'rsa. Shvedlar ham buni ham. Ha, shvillar aka. Xudo xolasa yangi bezuloq shvillardan foydalanamiz. bo'ladi. Endi aka shu joyda bitta qo'shimcha qilib ketaylik. Hamma darvozada to'xtalmadik-ku. Darvozalarimizni kafolatlari qanaqa aka? Kafolatlar aka xudo xolasa 3 yildan 5 yilga kafolat beramiz. Qanaqa holatda? Misol tepasi yopiq bo'ladigan bo'lsa 3 yildan 5 yilga, misol ochiq bo'ladigan bo'lsa 1 yil kafolat bera olamiz. Chunki yomg'ir yoqqandan keyin yomg'irda u narsani sho'ri bo'ladi. Sho'r narsa любой narsani zangini chiqazadi. Boshdan zangini chiqazaveradi. Zangini chiqazaveradi. Misol hisob kitobini olib, shunaqa narsa beramiz. Kafolat beramiz. Oxirgi darvozamiz, oxirgi darvozamiz. Endi 3,5 metr balandligi ham 3,5 kalkulyatsiya o'nglayaptini ichida bo'ladi. Buni ham shu 500 ming so'mdan, bu ham shu hadoviy razmer. Bu ham 500 ming so'm. Obshu summasi 6 million 100 ming so'mga olib borib o'rnatib beramiz aka. Bu ham 6 million 100 ming so'mga olib borib o'rnatadigan joyimiz qayergacha? Xo'p, borib o'rnatadigan shu summaga vodiy bo'lib ichiga olamiz. Voha tomonga to'g'ri tushadi. Aqa yo'l kira qimmat. Yo'l kira teng bo'ladi. 50 bo'ladi. Misol hozirgi kunda Toshkentga 1 million so'm o'rnatayotgan bo'lsa, hozirgi kunda 1 million 800 ming so'm o'rnatadi. Yozgi kunda 1 million so'm, hozirgi kunda 1 million 800 ming so'm. Xo'p, 900 ming so'm ulardan, 900 ming so'm bizdan bo'ladi. Dastlabki o'rtada qilinadi. Shunday ekan. Kelishilinadi xullas. Aqalli. To'g'risi men bu Namangan kelib video qilaman. Akalar bilan videodan tashqari ham gaplashaman, boshqa qilaman. O'z signalizdan bor bo'lsa aka. Gaplashaman. Demoqchi bo'lganim, oyoqtirab turib olinmaydi. Maksimalni ishda yurgizilinadi. Misol bu magazin emas, karzinka emas, qanaqadir misol 5250 so'm degan narsani 5000 ga bermaydigan joy emas. Aloqaga chiqib olinglar, inshaalloh akalarim sizlarni maksimalni ishinglarni bitkazib beradi. Aka, sizga kattakon rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Xizmatdamiz aka. Sizlarga maksimalni tezda ma'lumot berishlikka harakat qiling. Usta akam ham kommentariyalarda qo'llab-quvvatlab turasizlar. Yaqinlarim keyingi videolarda ko'rishguncha.